Tövəndə dehqanlarga texnika, kuch va yükselish nomli kitobda maqola o'tmish, hozir, kelgusi va AI. Yiroq o'tmishni qo'yib, yaqinqi tarixga nazar salayli. 21-asrning kirib kelishi bilan uchur inqilobiy uchqandek tez qo'zg'alib, dunyoni qopladi. Davlatlar ishigini o'xshamagan darajalarda dunyoga ichib o'tdi. Buning natijasida yer shari xarakterli bog'lanish kuchayib, texniklik ijodiyatning mahsulot yoki tovarga aylanib, dunyoning bulung pushqoqlarigacha yetib berishi va bozor tepishi osonlashdi. Bu xil savdo faoliyatidan kelgan g'oyat zo'r foyda egilik tiklash orzusidagi kishilarga ilhom berdi va ba'zilarning nafsini yo'g'intibdi. Yaqinqi 10 yil ichida moda bo'lib, barcha tillarga degidek singib kirgan so'zlar oz emas. Masalan, gavdalik bo'lganlaridan sifirlik, ya'ni raqamlik pul, shifrlik pul, bitcoin, ya'ni bit tangisi, zanjirsimon bo'lak texnikasi, AI, kvantum hisoblash texnikasi va hokazolar. Bir necha asr ilgari muhtojlik kashfiyotning onasi degan so'z maydonga kelib, qil sig'mas haqiqat sifatida dunyo jamoatchiligining hikmatlari xazinasidan o'rin olgan edi. Bugungi kunda uning o'rniga egilik tiklab katta boylardan bo'lish ba'zi yangiliklarning onasi desa, hech kim undaq emasdi deyolmaydigan yerga keldik. Masalan, shifrlik pul sohasidagi tunji mavjudot bo'lgan bitcoinni misolga olaylik. Biz bitcoinni Satoshi Nakamoto ismli birisining barliq keltirganligini bilamiz. Ammo uning tegi-takti orqa ko'rinishi u bir odammi yoki bir guruh odammi deganlar haqida hech nima bilmaymiz. 2008 yılı Amerikada pul muomala krizisi yuz bergandan keyin o'ttirg'a chiqqan bu shifrlik pul zanjirsimon bo'lak texnikasidan foydalanib, markaziy hokimiyatlarning xolig'icha kengayma pul siyosatini qo'llanib, pul paxallig'ini keltirib chiqarishning oldini olamiz degan shuar bilan maydonga kelgan bo'lib, toki 2019 yili COVID-19 yuz bergichi bo'lgan vaqtlarda xeyli dangliq kishilardan Warren Buffett ve Jamie Dimonga o'xshash kishilarmi Bitcoinga qarata passiv, hatto rad qilish pozitsiyasini tutgan. Hatto mazkur kitobning muallifimi shularning gapini muvofiq ko'rib, qo'lidagi bitcoinlarni setib qolgan gap. Ularning gapiga quloq solmagan deydi. Bugungi kunda muallif ba'zi orzularga muddatdan burun yetgan bo'ladi. Hamdalikda Bitcoin'dagi taraqqiyotga qarang. Bugungi kunda u New York aksiya bozoriga kirdi. Uning umumiy bozor qiymati hatto 2 trillion dollardan oshib ketdi. Hamda oldimizga kelgusiga nazar tikkanimizda kelayotgan Dolqun degan kitobning avtori AI sohasida egilik tiklayotgan kelgusishunos Mustafa Sulaymanning iddialaridan foydalanishga bo'ladi. U o'zining texnika, kuch va 21-asrdagi dilig'illiq degan kichik mavzusi bilan qo'yilgan kelayotgan Dolqun degan kitobida AI texnikasi bilan biriktirma biologiyaning to'solg'isiz taraqqiyotining ikki bisliq roliga butun dunyoning bak diqqat qilishi bilan ogohlantirgan. Uning qarashicha, bu ikki sohadagi texnikalik yangiliklar to'g'ri qo'llanilsa, insoniyat jamiyati uchun oldimizdagi bir necha 10 yilda ajoyib foydali bo'ladiganligi,
xato qo'llanib qolgan bo'lsa, insoniyatni halokatga duchor qiladiganligi, geopolitikalik to'qinish, urush, hatto milliy davlatlarning og'dirilishini keltirib chiqadiganligidan ogohlantirgan. U kelayotgan to'lqinni mundaq tushuntirgan. AI va biriktirma biologiya texnikalarini markaz qilgan munosabatli texnikalik to'plam bo'lib, ularning qo'llanishi natijasida insoniyat zo'r darajada qudrat topadi va o'ylamagan zo'r xatarlarga duch keladi. Oddiy va obrazli qilib aytganda, bu joyida ishlatsan qo'lingda jahon, joyida ishlatmasang to'shida paymon deganlik bo'ladi. Oldi bilan AI'ning kuch baxsh etguchi ijobiy rol oladigan taraflarini ko'rib boqaylik. AI mashina bo'libmi kompyuterlarni odamlarga o'xshash iqtidorga ega qiladi. Agar mashina AI texnikasi orqali insonga xos aql va jismoniy kuchga tayinib bajariladigan ishlarni tamomlay olsa, u chog'da texnika odamlarni jismoniy va aqliy emgakdan xalos qiladi, jafodan qutqizadi. U chog'da AI insonlarni rohatga erishtirgan, jonni qiynamay rohat yashasam, maishatlar o'zidan kelib tursa deydiganlarning shirin xiyolini amalga oshirgan bo'ladi. AI darajadan tashqari kuch. AI 2041 xatarliq eng bozorliq kitoblarning avtori. Google shirkati Xitoy sho'bisining mas'uli. Microsoft va Alma qatorliq shirkatlarning yuqori darajalik boshqaruvchisi bo'lgan Kayfoli AI 2041 degan kitobning kirish so'zida o'zining 40 yil ilgari doktorlik programmasiga iltimos qilganda yozgan AI haqidagi qarashlarini bundoq bayon qiladi. AI inson aqli talab qilinadigan vazifalarni tamomlay oladigan aqliy iqtidorli yumshoq va qattiq detallarni ko'rsatadi. AI insonlarning o'rganish jarayonini tushuntirib, insonlarning tafakkur qilish jarayonini maqtarlashtiradi. İnsanların hərəkət qanuniyyətlərini yoritib, aqlning zodi nimalarga qobil ekanligini ko'rsatib berdi. AI insonlarning o'zini tushunish safaridagi eng oxirgi qadamdir. AI degan bu atalg'uni kompyuter olimi John McCarthy 1956 yil yozda tunji qitim o'tirib qo'ygan. U ko'pincha kishidagi 21 asrning 2-10 yilida, ya'ni texi yaqinqi bir necha yil ichida maydonga kelib rivojlangandek tuyuladi. Kashfiyot va ijodiyot sohasidagi taraqqiyot dastlabda ma'lum iddia shaklida o'tirib qo'yiladi. Ondan olim va tadqiqotchilar orasida u haqda bas munozaralar ilib beriladi. U haqida izinib tadqiqot maqolasi yozganlarga chiqdi. U ideyaning ilm sohasida bozor tepishi va nazariylashishiga ergishib, uni amaliyotga tatbiqlab beqishga uringanlar chiqdi. Ma'lum sinoqlardan keyin ularning ba'zilari mahsulot yoki tovarga aylanib, ijtimoiy va iqtisodiy qimmat yaratdi. Ilova buningga amerikalik akuraytlarning yig'nag'ishning uchishidan ilhom olib aeroplan yasashi yaxshi misol bo'la oladi. AI'ning amaliy qo'llanilishi 2016-yili yangicha musofani besish bilan boshlangan. Shu yili Google shirkati qaramog'idagi DeepMind, ya'ni yuksak ong shirkati, AI shirkatining injenerlari DeepMind AI shirkatining injenerlari AlphaGo nomli mashinani yasab, uni Janubiy Koreyalik qo'rshoq shaxmat chempioni Lee Sedolga qarshi soldi. AI bilan qurollangan mashina tunji qitim qo'rshoq shaxmatga eng usta deb tanilgan insonni yengib tashlaydi va mashinaning aqli odamning aqlidan g'olib kela oladiganligini amaliyotda ko'rsatib, dunyoni hayron qoldirdi. AlphaGo Deep Learning, ya'ni cho'nqur o'rganish deb atalgan texnika asosida yasalgan. Bu texnika mashinani zo'r sonliq ma'lumotlardan foydalanib, o'zini tarbiyalash, uchur dengizda o'zligidan yangi narsalarni o'rganish imkoniyatiga ega qilgan bo'lib, u mutaxi bir necha yil ilgari kashf qilingan. COVID-19 vabosi yuz bergandan keyingi bir necha yilda AI'ning taraqqiyoti shunchalik tez bo'ldiki, hatto nurg'un kishilarning ko'ngliga vahima silib ulgurdi. Kishilar qandaqdir AI deydigan bir nima sababli bir opdan xizmatidan quruq qilishdan, insonlik erkinligini qo'ldan berib qo'yishdan, razil kishilarning AI texnikasidan foydalanib,
dunyoni qalayimqon qilib o'tishidan. Shundaqla texi hech kimning kallasiga kelib ulgurmagan allaqandaq dishvarchiliklarning ushtumtut yetib kelishidan andisha qildigan bo'lib qolishdi. 2020 yılı AI biologiya sohasida 50 yildan beri yeshilmay kelayotgan oqsilning qatlanishi deydigan bir qiyin masalaning javobini topdi. Yaqinqi 5 yil ichida AI texnikasi ovoz va jism tonishda odamni besib tushdi. So'zlash va tashqi qiyofatda insonga o'xshaydigan sıfırlıq odamni borliqqa keltirib, dunyoni hayrona has qoldirdi. Hatto oliy maktab imtihoni, doktorlik layoqatnomasi imtihonlaridan yuqori nomer bilan o'tdi. Jinoyatchilarga jazo hukm qilishda sotchilarning rolini adil o'ynadi. O'pkir diagnoz qo'yishda doktormi yaxshiroq xulosa chiqardi. Dron, ya'ni odamsiz aeroplan orqali mal yetkazish, yezigilarga va urushdimi qo'llanishga boshladi. Mashinalarning yuqori sur'atli yo'llarda avtomatik minishni amalga oshirib qolmay, balki koni shoferlardimi bexatarlik yura oladigan bo'ldi. Bu yıl aprelda Boston'da o'tkazilgan bir yig'inda Saudiya Arabistonidagi Podshoh Saud universitetining dotsenti doktor Abul al-Humay Imedining AI'ning iqtisod, emgak bozori va jamiyatga ko'rsatgan ta'siri haqidagi leksiyasini olgandan keyin qahva oralig'ida bu xonimdan AI'ning Saudiya jamiyatiga ko'rsatgan ta'sirini so'raganimda u AI'ning Saudiya jamiyatida hayronlik va qalayimqonchilik paydo qilayotganligi, shunga AI texnikasi ishlatishni qiyinlashtirish zarurligini ta'kidlab, Saudiya Arabistonida yuz bergan mundaq ishni hikoya taraqisida qistirib o'tdi. Bir ayol doktorga ko'rinibdi. Keyin doktorning diagnoziga toza ishonolmay, AI'dan o'ziga diagnoz qo'yib berishni so'rabdi. AI'ning diagnozi doktornikidan boshqacha, ammo u ayolning o'ylig'indek chiqibdi. Shuning bilan bu ayol qaytib berib doktor bilan jidallashibdi. Bu voqea bizga kishilarning tibobat kasbida muntazam tarbiyalangan necha yillik klinik tajribasiga ega doktorga emas, balki AI'ning iqtidoriga ishonishga moyillashib ketayotganini tushuntirib bera oladi. Navbatda Amerika va Xitoydan iborat ikki cho'ng davlat AI inqilobida boshlamchi rol olmoqda. AI tadqiqoti jihatda Amerika ustunligiga, Xitoy bo'lsa cho'ng sonli ma'lumotlarga ega bo'lishdek afzallikdan foydalanib, AI'ni o'zining g'oyat zo'r noposiga tatbiqlab, turli maqsadlar uchun ishlatmoqda. AI'ning dunyo miqyosida umumyuzlik qo'llanishi va iqtisodiy taraqqiyot qilgan ellarda hamma sohaga degidek tatbiqlanishni insoniyatni cho'chitmoqda. Navbatda u spirtlik sanoat, pul muomala, savdo tijorat va qatnash transport qatorliq turli sohalarga tatbiqlanmoqda va shu sohalardagi ba'zi xizmatlarning yo'qolishini keltirib chiqarmoqda. 2021 yilda nashr qilingan AI 2041 degan kitobda kayfuli hamma sohalarning mavjud holatini buzib tashlayotgan AI'ning ishlatilishidagi mundaq 4 to'lqinni tushuntirgan. AI'ning birinchi to'lqini 2010 yilda barliqqa kelgan bo'lib, u internet AI deb atalgan. Bu to'lqinda AI internet to'ri, har xil applar, uchur izlash, bozor echish, o'yin va ko'ngil echish, elektronlik savdo, ijtimoiy hayot va internet hayotiga ta'sir ko'rsatdi. AI'ning ikkinchi to'lqini 2014 yilda yuz bergan bo'lib, u savdo AI deb atalgan. Bu to'lqinda pul muomala, ma'rif, ommaviy mulozimat, meditsina, orqasab ta'minlash zanjiri va ma'muriy tarmoqlar ta'sirga uchradi. AI'ning 3-chi to'lqini 2016 yilda yuz bergan bo'lib, u sezgu AI deb atalgan. Bu to'lqinda bexatarlik, milich mal, energiya, aqliy uy, aqliy shaharlar ta'sirga uchradi. AI'ning 4-chi to'lqini 2018 yilda yuz bergan bo'lib, u avtonomiyalik, ya'ni o'z-o'zini idora qilgan AI deb atalgan. Bu to'lqin yezigiligi, yasimchilik, ya'ni mashina odamning o'zi chiqargan yasimchilik sanoati va qatnash transportga, ya'ni shofersiz avtomobil haydashlarga ta'sir ko'rsatdi. Bu 4 to'lqinning paydo bo'lish jarayoniga qaraydigan bo'lsak, har bir to'lqinning maydonga kelish vaqti qisqarib, ta'sir ko'rsatish doirasi borgan sari murakkablashib, texmi cho'ng va keng sohalarga yeyilganligini ko'ramiz. Kayfulining bu kitobi nashr qilinib 5 yil vaqt o'tdi. Bu jarayonda yana bir necha to'lqin ko'tarildi. Men bu haqda ortiq to'xtalmayman.
Tırnaq içində. Çünki AI'ga münasibətli yeni model, yeni məhsulotlar hər həftə degidək çıxıb turavatır. Amma mundaq bir narsani çoxum etiraf qilish kerak. AI buningdan keyin xizmat va kundalik turmushimizda muhim rol o'ynaydi va ba'zi salbiy ta'sirlarni olib keladi. Ətrafımızı söz yugurtib baxaylı. AI nurg'un ishlarni ziyoda osonlashtirib, kishiga rohat tuyg'u baxsh etyapti. Masalan, men ba'zilarning AI'ga naqsh teksti yozg'izib, naqsh o'qitganlarini chiqitib ko'rdim. AI nurg'un qiyin savollarga atrofli va tez javob berib, qo'limizni aldirashlikdan xalos qilyapti. Shuning bilan birga qilayotgan xizmatimni AI mendimi obdan qila oladigan bo'lib ketyapti. Uzoq qolmay AI'ni mening o'rnimda ishga silib, meni ishdan haydasharmi deydigan andishli xayollar kishilarning kallasini qo'shishga boshlamoqda. Badniyatlar kimlarningdir ovozi va suratini AI orqali harakatga keltirib, boshqalarga xato uchur tarqatib xopchilik tug'dira oladigan, aldamchi kazzoblar AI'dan foydalanib haqqa parokanchilik tug'dira oladigan imkoniyatlarmi borliq kelyapti. Kelayotgan Dolqon degan kitobning avtori Mustafa Sulayman navbatda AI'ning hamma yerini qoplab ketayotganini tilga olib mundaq yozgan. AI hozir hamma yerini qopladi. Xabar, aqliy telefon, foyda ijodi munbiri, hatto torbat yasash degandek hamma yerdan AI'ning ko'langisini topa olasiz. Dunyoviy cho'ng shirkatlar va boy davlatlar AI'ning eng ilg'or modellariga va gen o'zgartirish texnikasiga erishish uchun beygiga tushmoqda. Buning uchun milliardlab dollar xarjlashmoqda. Hurmatli o'qirman, AI haqida mushunchlik yozay. Bu haqida cho'nqurlab o'ylanish sizga qoldi.